Filmimizde sınap bo'ldi, uyandim son bo'ldi. Qo'llagan salomlar, bas VIP, to'r tovar VIP. Qanday qo'llida? Qanday qo'llaydi? Bas bevas qo'llida, to'r tovar to'la qo'llida. Alloh qo'llabda. Ishtimatimsa. O'riqlash yaman tez. Semirish bek oson bo'lib ketib 2 yilning oldidaman. 50 kiloda oshmaydi. Hozircha men 75-80 kilodan tushmayman. Sen simizni zirlanmaysa deyman. Simiz desa, mana men desa oldi. 10 yilning oldida 60 kilodan oshmaydim. Hozir eg'irliqim 90-95 kilo emasman. Men ishkanimda poyta bersa deyman. Ayni vaqtda mendan semizgan saqasan. Men 24 yilning oldida oram 3 kilo 500 kg emasman. Voy atkash o'ynaydi ekansiz. Yana bijmoatchaman, qisiqlar. Alloh o'ynamay. Voy. Nima birisiga 5 million chiqdi, mana chiqsa-chi. Voy rost chiqdimi? Agar mush 5 million sizga chiqqan bo'lsa, siz birinchi lab nima ish qildingiz? Seni qo'yib yutdi. Ikkinchi bo'libchi. Ikkinchi bo'lib seni qaytdan oldim. Chunki yana qo'limiz qis. To'ynar suvlarda qolmasman, shuningcha. Pek yaxshi jumon qadar ekan. Bu shaxsiyatimiz attatma o'qishdi, lag'may aytib beraymi? O'taqishtiroq. Tas qoldim yon tayoq egili. Kallam ishlab qoldi-da. Biz qanday avvaldan yaxshimi, yaxshi tudingmi? Yaxshi o'zingcha. Yaxshi. Adash, men sendan bir so'raydigan gap bor. Men telefonim adash hozir bek qetib olib hozir. Ishlatib olmaydi, Alloh ma'lum kelib qoldinglar. Ya, unidor ocholmayman. Telefoning to'shab qolgan adash. Ichini bir yuvsang bo'ldi emasmi o'shilda? Yuvsam bo'lamda? Bir yuvsang bo'ldi. Bo'ldi adash, bo'ldi, rahmat. Ma'qul emas. Ma'qul qo'sh. Juyib baxsam bo'ldi ekan. Yana tayoq yedim. Kunim tayoq yeyish bilan o'tib ketib bordi ya. Kichkindan boshlab tayoq qilamadim. Men tayoqni yegan odam maqomida. Saboqdoshlarim, o'qituvchim, qiz saboqdoshlarim, hatto qiz do'stimning ma'batlaridan tatib tayoq yedim. Xapmanmi bir noch o'lim. Oldu. Kela qo'nchiqim, seni quchoqlab uxlab qolay. Men tonimsa, men kimman? Men degan nochaq tutma. O'shda desam bo'la. Ajab topdim. To'yani o'chirganqa. Hey, qo'yang shuni.
Oya siz ko'msiniz. Voy ko'msanmi qo'ya? Mayat bir savoqlishim tugab ketibdi ya. Hey. Agar men mush savoqlishim o'xshash bo'ldi, ketib qolsam, ko'ngling yerim bulamda. Qachonliqqa? Hey, men sen meslen davatdimmi? Sen ketib qolsam men sarang'ulab qolmaydim uchun. Unda da boshqa xotin olmaydi ekansan shundami? Adam sarang'liqda nima ishlar qilmaydi desa. Ha? Hey! Qo'saq ichib ketdi. Vaqt bir yagirib qapti. Qanday qilamiz balam? Tamoq chiqishga vaqt yetishmaydi ekan. Uningdan ko'ra basbasini buyurtib yemaymizmi? Basbas? Nima o balam o basbas degan? Buchu tamoqlarni tez yetkazib chiqdi. Biror narsa buyursang darhol kelib turdi. Maylanmiz. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyurtgan tamoqinglar. Ha. Voy, bu sizga ichimlik buyurtmagan tuqqo. Ha. Bu bizning basbas to'rimiz yaqindan qo'llab kelayotgan Konyon xaridorlar bo'lgan azroq ko'ngil so'g'imiz. Shundaqkan. Endi ishimizning aldirashligida tamoq yeyishdan, ballarımızın qo'shig'ining ichishidan g'am qilmaydi ekanmiz-da. Rayonimizda yangidan qurilgan basbas to'ri tamoq buyurtisi siz uchun a'lo mulozimat qiladi. Yana har qaysi noya shaharlardan vakolat qabul qilamiz. Ha, yana nimaga qarab tursiz? Qo'lingizga telefonni ilingda joyingizda turibla tamoq buyurtgan. Basbas torda tamoq buyurtisi sizden en yaxshi hamroyingiz. Bizmo basbasni tanladik. Sizga mi tavsiya qilamiz? Telefon 0998 28 28 444.